Realni hamma chiqib ketgan o'yinni ko'rib chiqqanman, hamma chiqib ketgan. Ronaldo gol urgan bo'lgan. Lekin Barselonani Chempionlar Ligasidan chiqib ketgan o'yinlarning aksarida Messi gol urmagan. Messi umuman o'yindan chiqib ketgan bo'ladi. Bu xarakterga bog'liq narsa. Hali birdan jamoani ham ishi yurishmayaptimi? Messi unaqa zimmasiga olib bir qahramon bo'ladigan, bir cho'pon qahramon bo'lib keladigan figura emas. U haqiqiy futbol ketayotgan paytdagi Qatargacha. Futbol ketayotgan paytdagi hammani ishi yurishib turgan paytdagi eng yomon, eng qo'rqinchli monster haqiqatan. Bu yog'iga endi dabdalasini chiqarib tashladi. Ronaldo aynan yomon o'yinlarning qahramoni bo'lgan. Kylian Mbappe o'xshab ketadi shu tomondan. Ronaldoga o'xshab ketadi. Shuning uchun Ronaldodan shu narsa kutamiz. Ronaldodan asosiy haligi kutilma qiyin paytda nima uchun o'sha oxirgi daqiqalarda Ronaldo tushdi. Hatto o'sha murabbiy ham Ronaldo nima qilsa ham qutqarib qoladi degan fikr bilan tushdi. Va Ronaldo ham bu vazifani uddalayman deb tushdi. O'sha necha yosh bo'lsa ham o'sha paytda. Chunki u yillar davomida shu ishni qilib kelgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda Krishtianuning muxlislari Messining muxlislari bilan tortishayotganda mana shu faktorni o'rtaga qo'yishadi. Bu juda ko'p tosh bosadigan faktor deb o'ylab qolaman. Vaholanki Nargiz jahon chempioni bo'ldi. 8 ta oltin to'p. Farqlar bor. Farqlar borida ham mana bu xarakter o'rtaga chiqqan paytda qanaqadir tenglik o'ylab qolamiz. Biz ham o'ylab qolamiz.